Okay. Guys, actually, كده انا اشكرك ريسيت بتاعتي افكاري كده ريسيت هاي عشان ريسيت بتاعتي Anlaşı doktor. Abdurrahman İrgeçeken şu ikincisi için de hiç lise tasıtı. ben istiyoruz. Bu kapı yapalım. Para tasıtı. Pas. Mental yapma. Rastgele mi? Orada. Selamünaleyküm. Grubunda mı? Bundan mısın? Sen tamam, biz çıkıyor. Şöyle her şey. Müzik hayatınızı gösteriyorum. Şimdi alınmıştır. Hareketsiniz. Rahat rahat. Ama neden daha sen müzik tamam.
Başka konuyu Çakalayın, çakalayın size. Yani şirket bağlamazsınız. Üstelik yanılmışım seni. Sen iki beş yıkıda gelin. Şöyle hadi. Ben Aslında ya sınırlı filan bakayım. o şey değil. Ha. Sanırım dolayı bir falan da sosyal bir şekilde. Çok askerlik. Müzes. Sanırım konuşmalısınız. Taklar yaptığım ne zaman ne yaptım? Taklar yaparsınız kaç kere. Zaps yaptınız mı? Şaka. Zaps yapmayın. Bunu tamam. Her bu akşam bir şey yapsın da. Benim Sapsağını yapma. ben çok sarı kere. Ay ben çok. Bu tamam. Sonraki 15 gün 15 kişi. Hadi. Şey Sen oluyor çekim. Assalomu alaykum yana hurmatli kasblar hammalarni kasb bayrami bilan tabriklayman. O'tgan bo'lsam bugungi demak majlisimizni boshlaymiz. Bugungi ilmiy kengashimiz oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasini 2025-yil 15-iyundagi 2342 sonli taqdimnomaga muvofiq ilmiy kengash tarkibi 15 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Hozir majlisimiz kengash a'zolaridan 15 kishi qatnashyapti 100%. Dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 020014 bo'yicha 6 nafar fan doktori qatnashyapti. Bugungi majlisimizni kun tartibi Nuraliyev Shuhrat Baxtiyorovichni 020014 organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha bajarilgan antitsen va uning hosilalari asosida biologik faol moddalarni olish mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiya ishini himoyasi. Ish Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida organik va neft kimyo kafedrasida bajarilgan. Ilmiy rahbar texnika fanlari doktor professor Nurmonov Suvonqul Elxonovich. Rasmiy opponentlar kimyo fanlari doktor professor Nurhamitova Dilorom Xudoyberdiyevna hamda PhD dotsent Ziyadullayev Anvar Egamberdiyevich. Yetakchi tashkilot Umumiy va noorganik kimyo instituti. Kun tartibi bo'yicha kimda savollar, takliflar bor? Agar kim shu bugungi kun majlisimizni kun tartibiga rozi bo'lsanglar, men faqat rozi bo'lishini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Endi talabgorning shaxsiy ishlari bo'yicha tanishtirish uchun so'zni ilmiy kengashimiz ilmiy kotibiga beramiz. Marhamat, Murodov Hakimovga so'z. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Nuraliyev Shuhrat Baxtiyorovich 1988-yilda Namangan viloyat Norin tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, millati o'zbek. 2010-2014-yillarda Namangan davlat universiteti bakalavri, 2019-2021-yillarda Namangan davlat universiteti magistratura magistranti, 2014-2019-yillarda Namangan shahar 3-maktab o'qituvchisi, 2021-yilda 2022-yillarda Namangan muhandislik texnologiya instituti assistenti va 2022-yilda
2023-yildan hozirgi kungacha O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti lavozimida faoliyat olib bormoqda. Nuraliyev Shuhrat Baxtiyorovich tomonidan 15 dan ortiq ilmiy ishlar, shulardan 3 ta mahalliy jurnallarda, 2 ta xorijiy, bittasi Scopus bazasiga kirgan jurnallarda maqolalar chop etilgan, bir qator xalqaro va respublika anjumanlar ishtirokchisi. Hozirda Shuhrat Nuraliyev tomonidan 020014 organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha antratsin va uning xoslari asosida biologik faol moddalar olish texnologiyasi mavzusidagi kimyo fanlari falsafa doktori dissertatsiya ishini bajargan. Ilmiy rahbar texnika fanlari doktori professor Nurmonov. Kimyo fanlari falsafa doktori mavzusi O'zbekiston Milliy universitetining 2022-yil 23-dekabr 4-sonli majlisida tasdiqlangan va UAK byulleteni jurnalida 2025-yil 1-sonda e'lon qilingan. Dissertatsiya ishi o'zmu organik va neft gaz kimyosi kafedrasida bajarilgan. Dissertatsiya ishining dastlabki muhokamasi 2025-yil 16-may kuni O'zbekiston Milliy universiteti organik va neft gaz kimyosi kafedrasining kengaytirilgan ilmiy seminarida muhokama qilingan. Majlis raisi kimyo fanlari doktori professor Xoliqov tomonidan imzolangan. Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar kimyo fanlari doktori Farmonov va PhD Yodgor. Seminar Nuraliyevning dissertatsiya ishini bir martalik ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etgan. Dissertatsiya ishining muhokamasi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSK 03-30-12-2019 K010 raqamli ilmiy kengashning 020014 organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminarning 3-iyul 2025-yildagi 2-sonli majlisda muhokama qilingan. Majlis bayonnomasi ilmiy seminar raisi professor Abdushukurov tomonidan imzolangan. Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar professor Mirhamidova va PhD Bo'riyeva. Seminarda Nuraliyev Shuhrat Baxtiyorovichning dissertatsiya ishini O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy kengash qoshidagi bir martalik ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etgan. Dissertatsiya muhokamasi davrida barcha kamchiliklar inobatga olingan va tuzatilgan. Himoya haqidagi e'lon 2025-yil 16-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida, 2025-yil 23-sentyabrda O'zbekiston Milliy axborot agentligi veb-saytida, shuningdek 2025-yil 23-sentyabrda Ziyonet axborot tarmog'i portaliga joylashtirilgan. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ish avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash ilmiy seminarda muhokama qilingan. 2025-yil 30-sentyabr 16-sonli bayonnoma. Ilmiy seminar raisi texnika fanlari doktori professor Usembayev va taqrizchi katta ilmiy xodim PhD Rozmetov tomonidan berilgan taqdirda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unda ishning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, olingan natijalarning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Rahmat. Talabgorning shaxsiy ishlari bo'yicha ilmiy kotibga savollar bormi? Tushunarli bo'lsa, unda so'zni talabgorga beramiz, ma'ruza qilish uchun. Demak, reglament bilasa 20 minutgacha. Marhamat, so'z talabgorga. Assalomu alaykum, hurmatli seminar a'zolari, hurmatli seminar qatnashchilari, ilmiy kengash a'zolari va ilmiy kengash qatnashchilari. Dissertatsiya mavzusi antratsin va uning hosillalari asosida biologik faol moddalar olish texnologiyasi. Ilmiy rahbar texnika fanlari doktori professor Suvonqul Nurmonov. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha olifillar olishning eng asosiy usullaridan biri bu uglevodorodlarning piroliz qilish hisoblanadi. Buning natijasida olifillar bilan birgalikda qo'shimcha ikkilamchi mahsulotlar ham hosil bo'ladi. Bu ikkilamchi mahsulotlar asosan tarkibida aromatik halqa tutgan, kondenserlangan va heterosiklik birikmalar hisoblanadi. Hozirgi kunda u birikmalarni tarkibiga funksional guruhlar kiritish orqali biologik faol moddalar olish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shunday korxonalardan biri Ustyurt gaz kimyo majmuasi hisoblanib, yiliga 4,5 milliard kubometr tabiiy gaz, 115 mingdan ortiq gaz kondensat qazib olinadi va qayta ishlanadi. Va natijada 387 ming tonna polietilen, 83 ming tonna polipropilen hosil bo'ladi va ikkilamchi mahsulot sifatida esa 102 ming tonna piroliz distillati, 8 ming tonna piroliz moyi va 10 ming tonnadan ortiq tar mahsulot hosil bo'ladi. Tadqiqotning maqsadi esa Ustyurt gaz kimyo majmuasining ikkilamchi tar mahsuloti tarkibidan antratsin va uning hosillalarini ajratib olish, ular asosida biologik faol moddalar sintez qilish va jarayonni texnologiyasini ishlab chiqarishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari tabiiy gazni piroliz qilishda hosil bo'lgan tar mahsulotdan
antrasen uni hosildan ajratib olishning samarali usullarini ishlab chiqish. Olingan antrasen hosilalarini nitrat kislota yordamida oksidlab, antrasen karbon kislotalarini sintez qilish, antrasen karbon kislotalarini spirtlar bilan eutrifikatsiyalash, qo'rg'oshin va antrasen va qo'rg'oshin 4 asetat ishtirokida antrasen 9 asetat sintez qilishdan iborat. Va qo'llanilgan birikmalarning kvant kimyo hisoblashlarini amalga oshirish, tajriba natijalarini matematik qayta ishlash, zamonaviy fizik, kimyoviy tadqiqot usullari yordamida sintez qilingan birikmalarning tuzilishini aniqlash va antrasen hosil va uning hosillari asosida olingan efirlarni qishloq xo'jaligida foydalanish uchun biologik faolligini aniqlash, sintez qilish texnologiyasi ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifasi. Tar mahsulotning va fizik xossalari. Tar mahsulotning fizik xossalarini o'rganadigan bo'lsak, 20 gradus zichligi 183, qovushqoqligi 57, 60 gradusda suyuqlanish harorati esa 60-70 gradus, qaynash harorati 270-280 gradus, suvning miqdori 0,2%, ko'kslanish 54%, kunlik darajasi 2,7%. Element tarkibini ko'radigan bo'lsak, uglerod asosan ugleroddan tashkil topgan 93.1, vodorod 6.2 va qo'shimcha moddalar 0.4% tashkil qiladi. Biz tar mahsulotini maxsus yasalgan po'latdan va zanglamaydigan po'latdan yasalgan haydash qurilmasi orqali dastlab 290 va 360 gradusdagi fraksiyalarni ajratib oldik va birinchi xromatomas analizini tekshirdik. Natijada 12 xil 11 xil asosan moddalardan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Bizga kerakli moddalar asosan antrasen 18.6%, 2 metil antrasen 3.59% va 9 metil antrasen 3.92% borligini aniqladik va qo'shimcha fenantren va fenantren birikmalari fluoren va fluoren birikmalaridan iborat ekanligini aniqladik. Va shundan so'ng tar mahsulotni fraksiyasidan ajratilib olingan 290-360 gradusdagi fraksiyasini yana qaytadan bizga kerakli antrasen va uning hosilalarni ajratib olish uchun yana ikki bosqichda 335, 345, 345, 360 gradusdagi fraksiyalarni ajratib oldik. Bu ajratib olingan fraksiyalarning tarkibida asosan fenantren va antrasen 335, 345 gradusda, 345, 360 gradusda esa 2 metil, 9 metil va fenantrenni gamologlardan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va biz ajratib olingan antrasen va antrasen hosilalarini suyuqlanish, qaynash harorati va erituvchilar erish usullariga ko'ra tozalab ajratib oldik va olingan antrasenni bu yerda yamer spektri va ikas spektrini ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda 9 metil antrasenni ika va yamer spektrini ko'rishimiz mumkin. 2 metil antrasenni ika va yamer spektrlari dissertatsiyada ilova qilingan. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, asosan metil guruhi antrasen halqa benzol halqa antrasen halqasi va metil guruhi 3.09 da milliondan bir urishda signal berganligini ko'rishimiz mumkin. Keyin buni oksidlash jarayoniga yubordik va bu oksidlash uchun biz metil antrasenlarni 120 gradusda 1,5 soat davomida havo kislorodi ishtirokida 30% nitrat kislotani bilan oksidlab antrasen karbon kislotalarini sintez qilindi. Bu yerda 2 va 9 metil antrasenlarni sirka kislota erituvchi sifatida ishlatilgan. Hosil bo'lish mexanizm bu yerda antrasen karbon kislotasi reaksiyasini mexanizmi keltirilgan. Bizga ma'lumki, azot nitrat kislota erituvchilarga tushganda azot toroksid, ya'ni kuchli oksidlash xususiyatiga ega bo'lgan azot toroksid radikali hosil bo'ladi. Bir radikal o'zaro havo kislorodi ishtirokida NO3 radikaliga aylanadi. Bu NO3 radikali boshlanish, ya'ni metil guruhidan vodorod ajratib berishni boshlab beradi va keyin hosil bo'lgan radikal kislorod, havo kislorodi ishtirokida reaksiya boshlanib, dastlab peroksidga, keyin gidroperoksidlarga va oxiri aldegidga va natijada oxiri bu karbon kislotalariga aylanadi. Bu biz mexanizmda biz taklif qilinganmiz. Bu taklif qilingan mexanizm asosan Maksim va Turobjonov, chet el olimlarda Galstian, Tupalo, Sheng Weng Tang, Bing Lang kabi olimlarni darslik va maqolalardan olingan ishlar asosida taklif etilgan bu mexanizm. Bu yerda antrasen karbon kislotasini yoki 9 metil antrasen karbon kislotasi ika va yamerni ko'rishingiz mumkin. Dastlab ko'rilgan bo'lsa, metil antrasen karbon kislotada 3.09 da milliondan bir urishda signal bergan bo'lsa, bu joyda karbon kislotaga xos bo'lgan, ya'ni 11.2 milliondan bir urishda
yamerda signallar beryapti. Ya'ni signallarning vodorodlar, protonlarning o'zgarishini kuzatishimiz mumkin. Bu primeri dissertatsiyada ilova qilingan. Hosil bo'lgan antrasen karbon kislota sinteziga ta'sir etuvchi omillar ham o'rganilganda, dastlab harorat o'rganildi. 100 gradusdan va 130 gradusgacha bo'lgan haroratlarda o'rganilganda, eng optimal harorat deb 120 gradusda. Reaksiya davomiyligi esa yarim soatdan boshlab 2 soat oralig'ida o'rganilganda, eng optimal reaksiya davomiyligi esa 1,5 soatlik ekanligini aniqlandi. Va reaksiya hosil bo'lgan mahsulotlar, ya'ni antrasen karbon kislotasi, 9 antrasen karbon kislotasi 72,1%, 2 antrasen karbon kislotasi esa 70,5% unum bilan hosil bo'ldi. Va bundan tashqari nitrat kislotani konsentratsiyasi ham o'rganilganda, 20% dan va 40% gacha bo'lgan nitrat kislota konsentratsiyasi o'rganilganda, eng optimal konsentratsiya esa 120 gradus, ya'ni 30% li nitrat kislota ekanligi aniqlandi. Va shundan so'ng hosil bo'lgan karbon kislotalarni murakkab efirlarni olish uchun va yana ikkilamchi mahsulot hisoblangan Qo'qon biokimyo zavodidan sivish moyini olib kelib, bizga kerakli bo'lgan sivish moyidagi alifatik spirtlarni ajratib oldik. Bu yerda Qo'qon biokimyo zavodidagi spirtlarni tarkibi keltirilgan bo'lsa, bu yerda biz ajratib olgan haroratda, atmosfera bosimida haydash yo'lini ajratib olgan spirtlarni ko'rishimiz mumkin. Izamil spirti asosan 45% tashkil qilgan. Sivish moyda biz ajratib olingan, olib kelingan sivish moyda sivish moyining tarkibi barqaror bo'lmasa ekan, fermentatsiyasiga bog'liq ekan. Shuning uchun bu joyda 40 va 80% atrofida izamil spirt bor ekan. Biz ajratib olgan tarkibida esa 45% bor ekan. 108 gradusda esa izobutil spirti va 98 gradusda izopropil spirtini 7% ajratib olishga erishildi. Va shundan so'ng ajratib olingan spirtlarni va biz oldindan haligi texnik metil va etil spirtlar bilan reaksiyaga kirishdik. Bu yerda faqat metil spirt bilan reaksiya mexanizmi keltirilgan. Antrasen karbon kislotalari metil spirt bilan katalizator sulfat kislota ishtirokida tajriba reaksiya o'tkazilib, metil antrasen karboksilat efirini oldik. Bu yerda reaksiya mexanizmlari keltirilgan. Hosil bo'lgan antrasen karbon kislotani metil efirini IK va yamer spektridan olinganda, antrasen karbon kislotasida vodorod protonlari 11,52 milliondan bir urishda signal bergan bo'lsa, olingan efirda esa 3,6 milliondan bir urishda vodorod protonlarining bu yerda 4 adashib yozib qo'yibmiz, 9,0 deb qo'yibmiz. Metil guruhini to'g'ri ekan. 9,04 milliondan bir urishda vodorod protonlarini signallarni ko'rishimiz mumkin. Va hosil bo'lgan biz sintez qilib olingan efirlarni harorat va reaksiya davomiyligi ta'sirlari ham o'rganilganda, eng optimal harorat 70 gradusligi, reaksiya davomiyligi esa 4 soat ekanligini aniqlandi. Bu natijada 73,7% metil efiri, antrasen 9 antrasen karbon kislotaning metil efiri, 2 antrasen karbon kislotaning metil efiri 74,8% sintez qilib oldik. Va ajratib olingan va sintez qilingan murakkab efirlarni umumlashtirilgan kvant kimyoviy va umumlashtirilgan matematik qayta ishlash va matematik modellashtirish ishlari ham olib borildi. Bu yerda bular keltirilgan. Va dissertatsiya ishi yuzasidan sintez qilingan birikmalarni ba'zi fizik xossalarini ko'rishimiz mumkin. Bunga qaraydigan bo'lsak, asosan spirtlarning zanjir uzayishi bilan unumlarning kamayishini kuzatishimiz mumkin. Eng yaxshi unum esa metil, etil va shu asnosida izoamil spirtigacha bo'lib kamayib borishi aniqlandi va ba'zi bir suyuqlanish, nur sindirish ko'rsatish va zichliklari aniqlandi. Va undan tashqari biz ajratib olingan antrasenni qo'rg'oshin tetraasetat ishtirokida reaksiya davomida 4 soat, harorat 70 gradusda erituvchi sifatida sirka va asetil nitrat ishtirokida reaksiya olib borildi va reaksiyaning mexanizmi keltirilgan va antrasen 9 yil asetat sintez qilib oldik va bizning asosiy biologik faolligini o'rganish uchun shu moddani sintez qilib oldik. Va bu yerda antrasen 9 yil asetatni IK spektrini ko'rishimiz mumkin. Va antrasen 9 yil asetat sintez unumiga ta'sir etuvchi omillar ham o'rganilganda, harorat
eng optimal harorat, ya'ni 50 gradusdan 80 gradusgacha bo'lgan harorat o'rganilganda 70 gradusdagi harorat eng optimal harorat ekanligi, reaksiya davomiyligi 2 soatdan 5 soatgacha o'rganilganda eng optimal harorat, reaksiya davomiyligi esa 4 soat ekanligi aniqlandi va reaksiya unumi 65-25% unumni tashkil qildi. Va erituvchilarning tabiati ham o'rganilganda DMSO, DMFA va asid nitril va sirka kislota birga bir nisbatlar o'rganilganda eng yaxshi erituvchi sifatida asid nitril eritmasi aniqlandi. Asid nitril va sirka kislota ekanligi aniqlandi va ularning unumi 65-25 ekanligini ko'rishingiz mumkin. Va hosil bo'lgan efirlarni, sintez qilingan efirlarni dastlab biz 0,1 milligram taqsim millilitr konsentratsiyali ishchi eritmasini ikkita korxonada amaliyotga joriy qilib ko'rdik. Natijada Norindon klaster mahsulot jamiyatida va Max Ismailov nomli unni qayta ishlash korxonasida tajriba ishlar olib borildi, ombor uzun buruniga qarshi. Natijada ko'rishimiz mumkinki, bu yerda 13 xil modda sintez qilingan jami dissertatsiya ishi yuzasidan va bu yerda har bir moddaning dastlab 0,1 milligram konsentratsiyasi ishchi eritmasi sinovdan o'tkazilganda eng yaxshi natijasi esa metil efiri va antrasen 900 yil astat ekanligini aniqlashingiz mumkin va 10 sutka natijada 93%, 9 antrasen karbon kislotasi metil efiri esa 90%, antrasen 900 yil astat esa 87%ni ko'rishingiz mumkin Norindon klasterida. Max Ismailov mas'uliyat cheklangan jamiyatda ham shunga o'xshash holatni kuzatishingiz mumkin. Antrasen, 2 antrasen karbon kislotasi metil efiri 93% va bu yerda o'zgargan, ya'ni antrasen 9 yil antrasen karbon kislotasi 9 metil efiri 93%. Bu yerda 90% bo'lgan bo'lsa, bu yerda 93%. Bu yerda antrasen 9 yil astat 87% uni nobud qilgan bo'lsa hasharotlarni, bu yerda 90% hasharotlarni nobud qilingan. Va bundan so'ng biz yaxshi natija berish uchun boshqa konsentratsiyali ishchi eritmalarni ham sinovdan o'tkazdirdik. Dastlab 0,101, 0,103, 0,105 va 0,5 milligram taqsim millilitr konsentratsiyali ishchi eritmalari zararli ombor uzun burunga qarshi samaradorligi o'rganilganda eng yaxshi natija 0,5% ishchi eritma ekanligi aniqlandi. Ular nobud qilishi 93% ekanligi aniqlandi. Lekin bu yerda ishchi konsentratsiya eritmalarning ichiga qaraydigan bo'lsak, 0,05% eritmamiz ham 87% hasharotlar nobud qilishini ko'rishimiz mumkin. Biz eng haligi iqtisodiy tarafdan samarali hisoblanganligi uchun 0,05% ishchi eritmani biz eng optimal konsentratsiyali ishchi eritma deb oldik. Sababi 3 marotaba ko'p haligi sarflashimizni kuzatdik. Va bu xuddi shu holat ham Max Ismailov korxonasida ham kuzatildi. Bu yerda tar mahsulot asosida antrasen 9 yil astat olish texnologiyasi sxemasi keltirilgan. Sxemani tushuntiradigan bo'lsak, dastlab tar mahsuloti lenta orqali distillash kolonkasiga yuboriladi. Distillash kolonkasi 3 xil fraksiyaga ajratiladi va o'rtadagi fraksiya 345, 335, 345 gradusdagi fraksiya asosan antrasen, fenantren aralashmasidan iborat va bu yerda nasos orqali bu yerda 7 ga eritish bo'limiga yuboriladi. Eritish bo'limida biz 7-10 gradusdagi benzoldan foydalanib antrasen, fenantrenni bir-biridan ajratdik. Adabiyotlarda o'rganish natijasida fenantren 7-10 gradusdagi benzolda erib ketishi, antrasen esa sovuq benzolda, ya'ni 7-10 gradusda benzolda umuman erimasligi o'rganildi. Natijada idishning tagi qismida ostida asosan antrasen kristallari va eritmada esa fenantren qoldi. Va fenantrenni ajratib olib 10-idishga yig'ib oldik va qolgan idishda qolgan antrasen kristallarini bu yerda 9, ya'ni sirka kislotada eritib reaktorga yubordik. Va bu yerda 13-idishda qo'rg'oshin tetraastat bo'lgan, qo'rg'oshin tetrastatni ham sirka kislotada eritib reaktorga yubordik va bu yerdan dozator orqali asetin nitril eritmasi quyildi va 4 soat davomida 70 gradusda reaksiya olib borildi. Va olib borilgan
reaksiya mahsulotlarini kristallizatorga yubordik va bu yerda dastlab suv bilan va keyin dietil efir bilan qayta ishlanganda organik qismlar asosan tuzlar, karbon kislotalar, reaksiya kirmishmay qolgan ba'zi bir moddalar suvli qatlam ostiga, dietil efiridagilar esa organik qatlam yuqoriga erib qolishi aniqlandi va bu yerda dastlab suvni va so'ng undan keyin dietil efirida erigan organik qismni ajratib olib distillash kolonkasiga yubordik va bu yerda tayyor mahsulotni hosil bo'lishi, qo'shimcha mahsulotlar va dietil efirni va yana qayta yig'ib olib, yana qayta nimaga kristallizatorga yuborishimiz mumkin. Bu davriy nima texnologik sxema davriy hisoblanib, faqat shu zarur nimada ishlatiladi. Va iqtisodiy samaradorligi o'rganildi. Iqtisodiy samaradorlik o'rganilganda bizga 100 kilogramm antrasen 9 asetat olish 27.604.058 so'm 7 tiyinga tushdi. Endi biz o'rgangani joyimizda, ya'ni tajriba olib borilgan korxonalarda oldindan ishlatiladigan eritmalar bor ekan. Bu eritmalar karate va spermetrin eritmalaridan ishlatiladigan zararli omborxona uzun buruniga qarshi biz eritmamiz esa ular bilan olib borilgan natijalarni yuqoridagi oldingi jadvallarda ko'rishimiz mumkin, o'xshash natijalarni berdi va 100 metr kvadrat maydonni zararsizlantirish uchun zarar kunandalardan 10 litr ishchi eritma sarflanishi o'rganildi. Va biz ham tayyorlab ko'rilgan 10 litr antrasen 9 yil asetat eritmasini tayyorlash uchun 414 so'm. U yerda foydalanadigan eritmalarning 10 litrini tayyorlash uchun 5000 so'm va 10000 so'm sarf bo'lishi o'rganildi. Bu yerda dissertatsiya yuzasidan olingan dalolatnomalar va ma'lumotnomalar keltirilgan. Dissertatsiya yuzasidan chop qilingan ilmiy ishlar 15 ta, 5 ta maqola va 10 ta tezisdan iborat. 2 tasi xorijiy, 3 tasi mahalliy. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Uskor Gaz Chemical qo'shma korxonasi mas'uliyati cheklangan ikkilamchi mahsulot tarkibidan antrasemin hosilalarini qaynash va erituvchilarda erish xususiyatiga ko'ra samarali ajratib olish ilmiy asoslandi. Svish moyini izobutil, izamil, izopropil spirtlar saqlagan fraksiyasini ajratib olingan va uni tozalash jarayonini amalga oshirilgan. Ajratib olingan 2 va 9 metil antrasen hosilalarini nitrat kislota yordamida oksidlab, antrasen karbon kislota sintezi amalga oshirilgan. Mahsulot unumiga harorat, reaksiya davomiyligi hamda nitrat kislota konsentratsiyasi ta'siri aniqlangan va jarayonning maqbul sharoitlar topilgan. Sintez qilingan antrasen karbon kislotalari spirtlar bilan etrifikatsiyalash, antrasen va qo'rg'oshin tetraasetat ishtirokida antrasen 9 yil asetat sintezi amalga oshirilgan. Jarayon borishining maqbul sharoitlari topilgan. Olingan birikmalarning kvant kimyoviy hisoblashlari amalga oshirilgan. Tajriba natijalari matematik qayta ishlangan. Zamonaviy fizik kimyo tadqiqot usullari yordamida sintez qilingan birikmalarning tuzilishi aniqlangan. Antrasen karbon kislota efirlari qishloq xo'jaligida biologik faol modda sifatida ombor uzun buruni zarar kunandasiga qarshi akarat sifatida qo'llanilgan. Antrasen 9 yil asetat efirini qo'rg'oshin va antrasen va qo'rg'oshin tetraasetat asosida olish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Material balansi, ularni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi hisoblangan. Bu yerda Ifoda agrokimyo korxonasida olib borilgan ishlarimiz, bu Norundon klaster korxonasida olib borilgan dezinfeksiya ishlarimiz, bu Max Ismailov nomli bug'doyni qayta ishlash korxonasida olib borilgan tajriba ishlarimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, mavzu tugadi. Mavzu bo'yicha kimda qanday savollar bor? Marhamat. Savollar bo'lishi mumkin. Professor Abdugafur, Burada geçen arkadaşlarımızda icra kişilerinde iştirakide Türkiye kişilerden oyuncuda Türkiye kişilerden başı grupaya cümlemiştir. Şu yerde nefret kişilerde şurada çıkartılan bir yerde
Qo'shimcha mahsulotlarda nitronlash reaksiyalari ketib qoladimi? O'sha mahsulotlar kuzatilmadimi? Ustoz, savol uchun rahmat. Nitrolash reaksiyalari ham ketadi. Eritmani nitrat kislotani konsentratsiyasini yuqoriga ko'tarilgan sari nitrolash holatlari ham kuzatildi. Bu yerda nitrat kislota asosan 30% nitrat kislota ishlatilganligi uchun, ya'ni konsentratsiyasi miqdori kam bo'lganligi uchun va haroratni ham 120 gradus olib borilganligi uchun nitrolash jarayoni bizni bosqichda ketmadi. Lekin 130 gradusga oshirilganda reaksiyani haroratini 100 gradus bu yerda mana nitrat kislotani konsentratsiyani 40% qilinganda yoki haroratda 130 gradusga oshirilganda reaksiya davomiyligini 2 soatga o'tkazilganda siz aytgandek nitrolash hosilatlari ham kuzatildi. 30% nitrat kislota bilan ishlatilganda 1,5 soat davomida olib borilgan tajribalarimizda nitrolash reaksiyalari kuzatilmadi. O zaman buradaki 16-21 sayılarda olimlar 70% atrofda da asosiy mahsulot. Qo'shimcha qanday mahsulotlar hosil bo'ladi? Ikkinchisi modellashtirish ko'paysa, 16 slaydni birinchi. asosiy mahsulotingizda tashqarini aytsangiz bo'ldi. Bu yerda asosiy mahsulotlar ana shu efirlar bo'lgan bo'lsa, qolgan mahsulotlar reaksiyaga kirishmagan mahsulotlar asosan. Karbon kislotalar. Reaksiyaga ketmagan karbon kislotalar. Reaksiyaga kirishmagan. Matematik modellashning asosiy vazifasi bu texnologiyasini ishlab chiqish uchun, keyin unumni oldindan efirlarni reaksiya bormasligini o'rganish uchun bu matematik modellashtirdik. Bu reaksiya haqiqatan oldin antrasin efirlar olinmagan. Bu usul bo'yicha antrasin karbon kislotalari bilan spirtlarni borishini oldindan o'rganish uchun, efirlarni oldindan tajriba qilishdan oldin o'rganish uchun matematik modellashtirdik va natija yaxshi chiqqanligi uchun keyin bu reaksiyalarni surib bordik. Mos keldi. Yana savol bormi? To'qqiz antrasin karbon kislota. 2 antrasin karbon kislota. Kam chiqishiga sababi asosan antrasinni bizga ma'lumki 9 va 10 uglerod tutgan joyda asosan aktivroq hisoblanadi va reaksiyaga kirishda fazoviy holatiga qarab ham bu reaksiya unumiga ta'sir qilgan hisob. Molekulaning fazoviy tuzilishiga qarab. O'rtada turganligi uchun 9 antrasin karbon kislotada molekulaning o'rtasida turgani uchun karbon kislota. Reaksiya unumiga sal ijobiy ta'sir qilgan, lekin 2 antrasin karbon kislotada yonboshda turganligi uchun, ya'ni holatida turganligi uchun mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Bu antrasin karbon kislota 9 da bu joyda turadi, 2 da bu joyda turgancha fazoviy holatiga ta'sir qilgan holatida shu unumga ta'sir qilgan. Hosil bo'lgan moddalarni saylashni bo'ladimiz. Qaynashdi. Bularda hammasini o'rganilgan ustoz, hozir nima yo'q, bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Qaynash temperaturalari. Suyuqlanish, qaynash temperaturasini o'rganmabsiz, to'g'risi. Suyuqlanishni o'rgandik. Qaynashni o'rganmadik. Va nur sindirish va zichligini o'rgandik. Qaysi biri? Bunda 2 bilan 9 san nima qildik? Aha. Shunda to'g'ridan bilsin. Shu hosil bo'lgan moddalarni suyuqlanish temperaturasi bittasiniki 289, bittasini adashmasam bu yerda keltirilmagan, bittasini 197 mi atrofida. Endi o'sha olgan nimalaringni san nima bilan o'rganasiz? Aha. 70 gradusdan chiqdi. Yaxshi chiqqan. Aha. Sirka kislotida eritdik-da ustoz.
Eriydi, eriydi. Reaksiya. Endi yana savol qaytaman. Shuda. Sen Türkiye bilan eritib olyapsanda, yana qo'rg'oshin asetat bilan Yo'q, ustoz, qo'rg'oshin asetat bilan u antrasin o'zi qilingan, to'g'ridan to'g'ri reaksiya qilingan. Antrasin karbon kislotalarni spirtlar eutrofikatsiya qilingan. Antrasin to'g'ridan to'g'ri qo'rg'oshin tetraasetat ishtirokida oksidlab antrasin 9 yil asetat sintez qilingan. shuni vaziyatda 70 gradus optimal chiqqan izohlaysang, sen o'sha spirtni qaynash temperaturada turadi bo'lgani uchun emasmisan yoki Doğru. Hozir tushunmadim savolingizni ustoz. O'sha 2-9 karbonsitarni olding. Aha. Bilsanglar to'g'rimi? Aha. Keyin metodologiyani Antrasin bilan olinmadi ustoz. karbon Yo, mana yoqqa. Metil antrasinlardan dastlab karbon kislotalar olinadi ustoz. Kislota olinadi. Çıkıklarına 70 gradusda var. Aha, reaksiyani. Bu karbonsitarni suyuqlanish harorati 200 gradus. Sirka kislotada eriydi ustoz ular. Sirka kislotada eriydi va shuning uchun o'sha gradusga olib boramiz. Şu savaşın yağmurların geçişleri Bitta savolim bor. Ichidan siz nima uchun nitrat kislotani oldingiz? Kislot sifatida undan ko'ra yumshoqroq oqsillovchilar ham bor. Keyin sababi boya aytgandek ustoz, albatta nitrat kislota qo'shimcha mahsulot beradi, sizga xalaqit beradi. Birinchi ustoz, kaliper manganlar, dixromatlar yoki boshqa narsalarni oksidasi bo'ladi. Metil guruhlarini iqtisodiy tarafdan qimmatligi uchun nitrat kislotani kaliper manganat yoki nimalar qimmatligi uchun nitrat kislota ishladik va birinchi marotaba, ikkinchisi nitrat kislota bilan hali shu kungacha biror joyda adabiyotlarda ham, chet el adabiyotlarida ham o'rganilmadi. Nitrat kislota yordamida birinchi marotaba metil guruhini oksidlab karbon kislota oldik. Yangiligi o'sha, ilmiy yangiligi shu. Sizga savol berdi, qanaqa demak chinligini aniqladingiz deyapti-da. Siz unum shuncha bo'ldi dedingiz, lekin ikospektroskopiya qaysi dissertatsiyada yaxshi. Demak, agar ikospektr 11-da ko'rsatasiz, o'qirda bergansiz. Mana shu yerda 9 antraksanda nitro gruppa ham beradi. Karboksilli gruppangiz, karbonilli gruppa siz beryapsiz 1200 atrofida, ya karbonilli gruppa. Xuddi shu gruppa, xuddi shu joyda, ya'ni 1200-1100 atrofida nitro gruppa ham beradi. Endi bidindan bog'lanishiga qarab, monodindan bog'lanishiga qarab o'zini siljishi mumkin. Juda shunda ikospektrdan uni chinligini aniqlasak bo'ladimi? Mana sizda karboksilli gruppa hosil bo'lgan. Yoki yana boshqa nima qildingizmi? Ustoz, rahmat savol uchun. Bu yerda faqat ICAM bilan Yamer spektri orqali organik moddalar tuzilishini aniqlashning eng yaxshi usullari Yamer hisoblanadi va dissertatsiyada ko'rsatilmagan, lekin tozaligini aniqlash uchun xromatomaslar ham olingan va dissertatsiyada qo'yilgan ustoz. Yo'q, uni ham qo'yish. Xromatomaslar dissertatsiyada qo'yilgan ustoz. Buni lekin nimaga qo'ymabdi? Nitro gruppa uchun reaksiyalar qilib ko'rmadingizmi? Sifat reaksiya yoki boshqa? Yo'q, ularni keyingi bosqichga olib qo'ydik. Yana savolimiz sizga. Trangilan antrasinni ajratish uchun men to'g'ri tushungan bo'lsam, benzoldan foydalanasiz. Benzoldan foydalangansiz, sovuq benzolda fenolftalein hosili cho'kmaga tushdi dedingiz. Menimcha eridi dedingiz. Eridi. Texnologik sxemada ochasiz. Yo'q, aytgan mana shu yerda. Bizda sovutgich ko'rmadim deyiladi. Sovutgich qo'yilmabdi ustoz. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri benzol qo'yilgan. Именно siz o'sha erishini sovutish bo'yicha nima qilyapsiz? Kristal holatda antratsin ajratib olyapsiz. Unaqaga sovutilgan nimada o'tkazadi, lekin siz sovutgich qo'ymagansiz. Shuni so'ramoqchiman. Savol uchun rahmat. Bu yerda ozgina texnik sabab bo'yicha qolib ketilgan. Biz to'g'ridan to'g'ri 7-10 gradusdagi benzolni tushirganmiz. Keyin dastlabki tar mahsulotni siz DHMS qilgansizda, u endi juda ko'p nimalarni aralashmada nima ishlatgansiz? So'z erituvchi sifatida ishlatilmagan. Hozir bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'zimiz maxsus yasalgan qurilma bor. Haydash qurilmasi. Bu joyga tar mahsulotni shu ko'rinishda solamiz va 290 va 360 gradusdagi fraksiyasini ajratib olamiz.
va ajratib olingan fraksiyani keyin xromatografga haydagan haydab turib, haydab turib keyin uni xromatografia qildik. o'sha suyuqlik Suyuqlikni 290, 360 gradusdagi suyuqlikni xromatografia qilganimizda asosan shu moddalardan iborat ekanligini aniq. Yana savollar bormi? Tamam. savol siz ajratib olayotgan birikmalarimiz asosan adabiyotda mavjud bo'lgan Biz olgan moddalar hali adabiyotlarda yo'q. Adabiyotlarda bor aslida, to'g'ri. kattaliklari nimaga bir ma'lumotlarga mos keladi shunga asosan siz fizik kattaliklarga asosan shu moddalarni qoldi deyapsiz. Aha. Keyingi kariyera olayotgan ishlab chiqarishga qo'llashga tavsiya etilayotgan moddalar sifatida. Ularni olishning boshqa usullari bilan ham tanishmisiz? Efirlardimi? Ustoz, murakkab antrasenni murakkab efirlari hali sintez qilinmagan ekan, adabiyotlarda yoki birorta joyda internetlarda o'rganib topilmadi. Shularni ajratib olish usullari o'rganilmadi, faqat shu aromatik, metil aromatik gruppaga xos bo'lgan birikmalarni shu efirlanishlariga qarab o'rgandik. O'shalarni olgandik. Gaussiyanda tekshirdik ustoz. Haqiqatdan shunaqa moddalar borligini, shunaqa moddalar tuzilishi borligini o'rgandik. Ular ma'lum ekanmi yoki ma'lum emas ekan? Tekshir programmada chiqmadi, lekin chizib o'rganganligimizda shunaqa birikmalar hosil bo'lishi yoki shaklini yoki nimalarni o'rgansa bo'lar ekan. Demak, siz hozir konkretlik jahon standartiga mos keladigan moddalar mavjudmi? O'sha bazalarda aniq bir Ustoz aytgan savolni tushundim. Lekin biz ularni tekshirib ko'rmadik, lekin qidirganimizda birorta bir saytda yoki nimalarda, programmalarda bu moddalar haqida ma'lumot topa olmadik. keyingi savolimga javob bersangiz, demak, murakkab efirlar sintezi karbon dioksid va spirtlar asosida konservatsiyasidan tashqari boshqa usullarni agar tanqidlasangiz aytsangiz va siznikini ularni afzallik sifatida Ustoz, biz boshqa tanishmadik, to'g'risi, faqat efirlash uchun asosan sulfat kislota ishtirokida karbon kislotalarni eterifikatsiya reaksiyasidan o'rgandik, shu usulda olib bordik. Boshqa usullarni tanishmadik. Yana savollar bormi? Hamcha yetarli. Men o'zim bitta beraman. O'zim bo'yicha. Analitika bo'yicha. Bilamiz, hamma organik, xalqali birikmalar zaharli kanserogen-da, rak kasalni chaqiradi. Buni siz antrasenni o'zi shunaqa modda-da. Siz hosil qilgan moddangiz uni toksikligi qay darajada? Hasharotlarni o'ldiradi. Antrasenni o'zi ham o'ldiradi. To'g'ri ustoz, savol uchun rahmat ustoz. Biz to'g'ridan-to'g'ri mahsulotga ishlatmadik ustoz buni. Biz asosan donni saqlash omborlarida ishlatdik. Donni saqlash omborlarida ishlatganligimiz uchun don kelishidan 1 oy oldin u joyda dezinfeksiya qildik va don kelishiga 1 hafta qolganda yuvib u maydonni quritildi va don kirildi. To'g'ridan-to'g'ri donni bilan ishlov berish yoki bug'doy mahsulotiga ishlov berilmas ekan, u joyda o'rganish natijasida karantin agentligi tarafidan borib dezinfeksiya qilinar ekan. Biz ham shularni metodikani qo'llagan holatda omborni 1 oy oldin dezinfeksiya qilib, bug'doy kelishiga 1 hafta qolganda, u 7 kun qolganda Uni toksikligi tekshiradigan usullar borku, kelgusiga-da bu endi bizga ba'zan o'sha narsani boshlang'ich mahsulotga qaraganda hosil bo'lgan qanchalik toksichностini tekshirib qo'yish kerak. Rahmat ustoz. Bu keyingi ishlaringizga sizga tavsiya. Men o'ylayman, savollar yetarli. Endi keyingi bosqichimizga o'tsak, dissertatsiya bo'yicha seminar va yetakchi tashkilot xulosasi hamda daftar ijroatga kelgan taqdimlar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengashiga beriladi. yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi vaqti referat Toshkent farmatsevtika instituti huzuridagi
ilmiy kengash ilmiy seminarda muhokama qilingan 2025-yil 30-sentyabr 16-sonli bayonnoma taqrizchi katta ilmiy xodim PhD Ro'zmetov. Xulosa ijobiy ayrim mulohaza va takliflar mavjud. Dissertatsiya ishi quyidagicha kamchiliklar keltirgan. Birinchisi, dissertatsiya mundarajasi 1-2 bandda ikkilamchi chiqindilarni qayta ishlash deb nomlangan. Ushbu bandda qanday mahsulotning ikkilamchi chiqindi ekanligini ko'rsatish lozim. Ikkinchisi, birinchi bob adabiyotlar sharhiga nom berilmagan. Uchinchi, dissertatsiya ishini 22-bet 1-2 rasmda etilen ishlab chiqarish sxemasi deyilgan, lekin matnda polietilen ishlab chiqarish haqida ma'lumot berilgan. To'rtinchi, dissertatsiyaning 22-betda birinchi jadvalni piroliz mahsulotlari deb nomlangan, aslida esa piroliz xomashyosini mahsulotlar deb nomlash zarur. Dissertatsiya ishini tajriba qismida moddalarni ajratib olish haqida ma'lumotlar keltirilgan, lekin moddalarning tozalik darajasi haqida ma'lumot berilmagan. Keyingisi, dissertatsiyaning ayrim jadvallarida nom berilmagan. 7. Adabiyotlar qismi OAK talab darajasida qayta rasmiylashtirib chiqilishi lozim. Dissertatsiya va avtoreferatda ayrim ortografik va grammatik xatoliklar mavjud deyilgan. Endi avtoreferatga kelgan taqrizlar. Birinchisi, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti kimyo muhandislik kafedrasi professori Xo'jamqulov tomonidan berilgan taqriz ijobiy. Quyidagicha tavsiya keltirilgan. Antratsen karbon kislota metil efir sintez jarayonida haroratning 50 gradusdan 70 gradus Selsiyaga ko'tarilganda murakkab efirning hosil bo'lishi unumi ortgan. Harorat 80 gradusga ko'tarilganda esa murakkab efirning hosil bo'lishi unumi pasayish kuzatilgan. Harorat 80 gradusdan ortganda mahsulot unumining pasayishi nazariy jihatdan izohlanmagan. Ikkinchi, Farg'ona davlat texnika universiteti oziq-ovqat texnologiyasi va xavfsizlik kafedrasi professori Dekkanov tomonidan berilgan taqriz ijobiy, kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, Qarshi davlat universiteti inorganik kimyo kafedrasi professori Kamolov tomonidan berilgan taqriz ijobiy, quyidagicha tavsiya keltirilgan. Ishda antratsen xoslari asosida antratsen kislotalarini sintez qilish jarayonida hosil bo'lgan chiqindilar nazariy jihatdan o'rganilgan, lekin amaliy jihatdan qanday birikmalar ekanligi o'rganilganda ishning ahamiyati ortgan bo'ladi. Keyingisi, Termiz davlat universiteti organik kimyo kafedrasi mudiri dotsenti Muqimova tomonidan taqriz ijobiy, kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, Namangan davlat universiteti kimyo kafedrasi professori Vahidov tomonidan taqriz ijobiy, quyidagicha avtoreferatga tavsiyalar keltirgan. Birinchi, avtoreferatda metil antratsen 9, 2-metil karboksilat efirlari sintezi bo'yicha 5-jadval keltirilgan. Shu jadvalda metil antratsen 9 karboksilat efiri sintezi 70 gradus Selsiyada reaksiya davomiyligi 5 soat bo'lganda eng yuqori unum 79% bo'lsa-da, nima uchun 70 gradusda reaksiya davomiyligi 4 soat bo'lganda eng qulay sharoit deb ko'rsatilgan. Ikkinchisi, 2 va 9 metil antratsenlarning nitrat kislota ishtirokida oksidlanishi va tegishli antratsen karbon kislotalar hosil bo'lish reaksiyasi sxemasida faqat 9 metil antratsenning oksidlanishi keltirilgan. 2 metil antratsenning oksidlanish reaksiyasi sxemasi ham keltirib o'tirsa yaxshiroq bo'ladi. Keyingisi, Navoiy davlat universiteti kimyo kafedrasi dotsenti Hamroyev tomonidan taqriz ijobiy, kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, Andijon tibbiyot instituti tibbiy kimyo kafedrasi mudiri Xolboyev tomonidan berilgan taqriz ijobiy, quyidagicha tavsiya keltirilgan. Tar mahsuloti kondenserlangan uglevodorodlarga boy chiqindi hisoblanib, tarkibida antratsen, fenoletilen, fluoren va ularning xoslaridan iborat. Lekin ishda faqat antratsen va uning xoslarini ajratib olish usullari o'rganilgan. Fenoletilen, fluoren va uning xoslarini ajratib olinganda import o'rnini bosuvchi birikmalarni mahalliylashtirish imkoniyati yaratiladi. Keyingisi, Belarus davlat universiteti fizika fakulteti energiya tejamkor materiallar va texnologiya ilmiy tadqiqot laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi dotsent Grinyuk tomonidan berilgan taqriz ijobiy, kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, Belarus davlat texnika universiteti organik kimyo kafedrasi mudiri dotsent Kostyuk tomonidan berilgan taqriz ijobiy, kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, Xinjiang texnika instituti fizik kimyo kafedrasi dotsenti Kamolidinovdan taqriz ijobiy, kamchilik keltirilmagan. Rahmat. Demak, yetakchi tashkilot va avtoreferatga kelgan taqdirlar bo'yicha javob berish uchun so'z talabgorga beramiz. Marhamat.
yetakchi tashkilot sifatida umumiy organik institutdan kelgan taqrirlarni birinchisi dissertatsiya mundarijati 1-2 bandida ikkilamchi chiqindilarni qayta ishlash deb nomlangan. Bu bandga mahsulotning qanday mahsulot ikkilamchi chiqindi ekanligini ko'rsatish kerak edi va bu joyni o'zgartirib, dissertatsiyani o'zgartirib, 1-2 paragrafini uglevodorodlar piroliz ikkilamchi chiqindilarni qayta ishlash, birikmalarni ajratish va foydalanish deb qayta nomladik. Ikkinchisi, birinchi bobni adabiyotlar sharhiga nom berilmagan. Bu joyni ham o'zgartirib, birinchi bob adabiyotlar tahlili, uglevodorodlar pirolizi, ikkilamchi xomashyolarning hosil bo'lishi deb qayta o'zgartirdik. Va uchinchisi, 22-betdagi 1-2 rasm etilen deb etilen ishlab chiqarish sxemasi deyilgan. O'zi aslida matnda polietilen edi. Buni ham o'zgartirib, rasmga 1-2 rasmga polietilen ishlab chiqarish sxemasi deb qayta nomladik. Va to'rtinchisi, 22-betdagi birinchi jadvalni piroliz mahsulotlar deb nomlangan. Aslida esa piroliz xomashyo mahsulotlar deb nomlash kerak edi. Biz buni ham o'zgartirib, 22-betdagi birinchi jadvalni piroliz xomashyosi mahsulotlar deb qayta nomladik. Beshinchisi, dissertatsiya ishida tajribalar qismida moddalarni ajratib olish haqida ma'lumot keltirilgan, lekin moddalarning tozalik darajasi haqida ma'lumot berilmagan edi. Biz buni dissertatsiyaga ilova qilib, xromatoma spektrlarni ilova qildik. Va oltinchisi, dissertatsiyada ayrim jadvallarga nom berilmagan deyilgan ekan, va buni ham qayta o'zgartirib, jadvallarga nomlarni o'zgartirib, nomlab chiqdik. Va oxirgisi, dissertatsiya ishini foydalangan adabiyotlarni OIB talabiga muvofiq ravishda qayta rasmiylashtirdik va ortografik va grammatik xatolarni tuzatildi. Yo'q. O'qiymilarni. Birinchi taqrir Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti texnika fanlari doktori professor Xo'jamqulov tomonidan berilgan. Va bu yerda unum 50-70 gradusda orib bo'lgan eng yaxshi unum 70 gradusda deyilgan, 80 gradusda unum pasayishi nima sabab bo'lgan deyilgan joyiga reaksiya harorati 80 gradusga ko'tarilganda murakkab esirlar gidrolog uchrash natijasida unumni tushib ketishiga olib keladi. Va uchinchi taqrir Qarshi davlat universiteti Norganik kimyo kafedrasi mudiri texnika kimyo fanlari doktori professor Kamalov tomonidan berilgan. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan qo'shimcha mahsulotlar qanday birikma ekanligini o'rganmadik, to'g'ri. Lekin adabiyotlar orqali o'rganganda bu o'rgandik. Ya'ni birikmalar yoki boshqa bir organik moddalar ekanligi, reaksiya kirishmay qolgan modda ekanligini aniqladik. Bu ishlarni keyingi bosqichda davom ettiramiz. Keyingisi Namangan davlat universiteti professori Shavkat Vohid tomonidan berilgan. Bu nima sababdan 70 gradusda optimal deb olgansiz? Unda 73.9, lekin 80 gradusga ko'tarilganda reaksiya 73.7. Nima sababdan optimal harorat deb 70 gradus topgansiz degan savolga 1 soat reaksiyani davom ettirish 0.2% mahsulot unumini oshirish uchun iqtisodiy tarafdan ziyon ekanligi o'rganildi. Va 7-chi taqrir Andijon tibbiyot instituti tibbiyot kimyo kafedrasi mudiri Qolbayev tomonidan berilgan taqrirga javob beradigan bo'lsak, tar mahsulot kondenserlarning uglevodorodlardan iborat ekanligi aniqlangan. Asosan antratsen, fenandrin, fluoren hosillardan iborat ekani aniqlangan, lekin faqat antratsen va uning hosillari ajratib olingan. Nima sababdan fenandrin, fluorenlar ajratib olinmagan degan savolga bu ishlarni keyingi bosqichlarda olib boramiz. Muhokamaga o'tamiz. So'z birinchi rasmiy apaniyat kimyo fanlari doktor professor Muhamedova Dilorom Eberdiyevnaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, ustozlar va himoyaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Ruxsat bersanglar, Nuraliyev Shuhrat Baxtiyorovni antratsen hosillalari asosida biologik faol moddalar olish texnologiyasi mavzusidagi 02-0014 organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlarida falsafa doktor ilmiy darajasini olishga tayyorlagan dissertatsiya ish yuzasidan o'zimni fikr mulohazalarimni aytib o'tsam, ma'lumki organik moddalar boshqa kimyoviy moddalarga nisbatan turli sohalarda keng ko'lamda
qo'llaniladi. Hozirgi paytda organik moddalarning asosiy manbalari neft-gaz mahsulotlari, o'simlik xomashyosi, ko'mir va boshqalar hisoblanadi. Bu manbalar ichida keng tarqalgani neft va gaz mahsulotlarini qayta ishlash hisoblanadi. Qayta ishlash jarayonlarida asosiy mahsulotlardan tashqari ko'plab qo'shimcha, ya'ni ikkilamchi mahsulotlar, organik moddalar hosil bo'ladi. Respublikamizdagi Ustil gaz kimyo majmuasida ma'lumki yiliga shu gazni qayta ishlash mobaynida bir yilda 500 ming tonnaga yaqin polietilen va polipropilen ishlab chiqariladi. Bunda asosiy xomashyoga nisbatan 25% miqdorda qo'shimcha mahsulotlar hosil bo'ladi. Bunday ikkilamchi mahsulotlarni qayta ishlash va zaruriy mahsulotlarga aylantirish muhim va dolzarb vazifalardan biridir. Shuhrat Baxtiyorov Nuraliyevning dissertatsiya ishi Ustil gaz kimyo majmuasida asosiy mahsulotdan tashqari hosil bo'ladigan ikkilamchi mahsulot, ya'ni tan mahsulot hisoblangan antrasen va uning hosilalarini ajratish, sevish moyidan esa izobutil izamil spirtlarini ajratib olish va ular asosida biologik faol moddalar sintez qilish jarayoni texnologiyasini ishlab chiqishdan iboratdir. Ishda tabiiy gazni piroliz qilishda hosil bo'ladigan tan mahsulotlardan antrasen va uning hosilalarini ajratib olishni samarali usuli ishlab chiqilgan. Etil spirt ishlab chiqarish jarayonida qo'shimcha mahsulot sevish moyidan izobutil izamil spirtlarini saqlagan fraksiyasi ajratib olingan va tozalangan. Olingan antrasen hosilalarini nitrat kislota yordamida oksidlab, antrasen karbon kislotalari sintez qilingan. Mahsulot unumiga turli xil omillar, ya'ni harorat reaksiya davomiyligi, katalizator miqdori va nitrat kislota konsentratsiyasi ta'sirlari aniqlangan. Jarayon borishini mahbus sharoitlari topilgan. Antrasen karbon kislotalarining spirtlar bilan etirifikatsiya reaksiyasida qo'rg'oshin 4 asetat ishtirokida amalga oshirilgan va antrasen 9 yil asetat sintez qilingan. Jarayonni mahbus sharoiti topilgan, qo'llanilgan birikmalarni kvant kimyoviy hisoblashlar amalga oshirilgan, tajriba natijalari matematik qayta ishlangan, olingan moddalar zamonaviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida isbotlangan, sintez qilingan moddalarni o'sha texnologiyasi ishlab chiqilgan va qo'llanilishi ko'proq qishloq xo'jaligida qo'llanish sohalari aniqlangan. Dissertatsiya ishi an'anaviy tarzda yozilgan, ya'ni kirish 5 ta bob, har bitta bob bo'yicha xulosalar va ish oxirida umumiy xulosa, bundan tashqari foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalar qismidan iborat. Endi bu yerda dissertatsiya har bitta bob bo'yicha keltirilgan ma'lumotlarga to'xtalib o'tirmasamda, men bu ishni ikkinchi marta ko'rib chiqqanim sababli ish bo'yicha yaqinroq tanishdim. O'sha birinchi seminarda taqizchilik paytimda ko'rsatilgan kamchiliklar deyarli to'g'rilangan. Shunday bo'lsa-da, dissertatsiya ishida ayrim bir taklif va e'tirozli holatlarga yana yo'l qo'yilgan. Shularga to'xtalib o'tsam, o'sha birinchi bob adabiyotlar sharhida mavzu yuzasidan asosan shu nazariy ma'lumotlar keng yoritilgan. Mana piroliz jarayonida hosil bo'lgan mahsulot o'rganilgan. Ishda ko'proq piroliz o'zi nima, ya'ni shu nazariy tushunchalarga juda ko'p ma'lumotlar keltirilganda, bu men taklifim edi. Ko'proq ish yuzasidan respublikamizda va dunyoda olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarga yetarlicha e'tibor qaratilishi kerak edi. Keyingisi qaynash harorati bir-biriga yaqin bo'lgan, ya'ni 330-360 gradus orasidagi fraksiyalarga e'tibor qiladigan bo'lsak, shu yaqin bo'lgan birikmalarni qanday qilib bir-biridan ajratish, ya'ni identifikatsiyasi tushuntirilmagan ishda. Keyingisi 9 antrasen karbon kislota unumiga katalizator miqdori ta'siri o'rganilgan. Bunda katalizator miqdori grammlarda keltirilgan. Bu 67-betda keltirilgan. Katalizator miqdori shu boshlang'ich mahsulotga nisbatan foizda yoki mol sifatida berilishi lozim deb hisoblayman. Keyingi holat antrasen asosida antrasen 9 yil asetat sintezi jarayoni o'sha mexanizmi keltirilmagan. Biz organik kimyoda bilamiz, har bitta o'sha olingan mahsulotni tichomsi sxematik tarzda bo'lsa ham mexanizmini tushuntirib qo'yish lozim edi. Keyingi holat antrasen karbon kislotasi asosida 9 antrasen karbon kislota metil efir sintez jarayoni matematik modellashtirishda o'sha bo'limda ko'proq matematik ifodalar va formulalar keltirilgan. Lekin men olingan
natijalar o'sha matematik formulalarga qo'yilib, texnologik parametrlari hisoblanmagan. Ishda antrasin karbon kislorodi umumiga nitrat kislorodi konsentratsiyasi ta'siri o'rganilgan. Bunda konsentratsiyaga bog'liq holda nitrat kislotani nitrolash xususiyati ham tushuntirilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyin ish 5 ta bor, juda katta ish qilingan, albatta nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan. Bunda mana 4 va 5 boblarni umumlashtirib berilganda ham bo'lardi, chunki bu ikkita bob asosan shu texnologiyaga oid materiallar kiritilgan. Endi ta'kidlash kerakki, albatta bu keltirilgan kamchiliklar ishni nazariy va amaliy saviyasini tushirmaydi. Umuman olganda Shuhrat Nuraliyev tomonidan yetarli hajmdagi ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, dissertatsiya ishi o'sha mavzuning dolzarbligi, ishni hajmi, mazmuni, olingan natijalar va ularning tahlili, ilmiy va amaliy ahamiyati, undan tashqari chop qilingan ilmiy ishlar jihatidan Oliy ta'lim va fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan hamma o'sha talablarga javob beradi, shu PhD ilmiy darajasini olish uchun. Endi hozir dissertantni ham ko'rdik. Yetarlicha mana shu ixtisosiy bo'yicha, mavzusi bo'yicha o'zini bilimiga, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan deb hisoblayman va mana shu ixtisosiy bo'yicha, ya'ni 0,014 organik moddalar va ular asosiy material texnologiyasi ixtisosligidan kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Demak, ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z talabgorga Davron Hamidovga qimmatli vaqtlarni ajratganligi uchun, bu ishimizni ko'rib chiqish uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Birinchi nimaga kamchilikka keladigan bo'lsak, hisobli kamchilikni inobatga olamiz. Keyingi ishlarda adabiyotlar sharhida asosan amaliy ilmiy ishlarga ham qutqarib o'tishga maqsad qo'ydik. Ikkinchisi, dissertatsiya ishida ajratib olingan moddalar identifikatsiya qilish haqida ozroq ma'lumotlar kam bo'lib qolgan. To'g'ri ustoz, asosan biz faqat antrasin va uning hosilalarini ajratib olishga qaratilganligi uchun fenantrin yoki fluorin kabi birikmalarni identifikatsiya qilinmagan. Bu kamchilikni ham inobatga olib, ustoz keyingi ishlarda bu kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz. Uchinchi ishda esa 9 antrasin karbon kislorodi unumiga katalizar miqdori ta'sir o'rganilgan, lekin faqat grammlarda keltirilgan. Shuni foizlarda yoki mollarda berish lozim deb qilgan ustoz kamchilikni inobatga olamiz. Keyingi ishlarda bu texnik ozroq miqdorda nimamiz yetishmaganligi sababli, bilimimiz yetishmaganligi sababli faqat grammlarda berganmiz. Keyingi ishlarda mollarda va foizlarni keltiramiz. To'rtinchisi, kamchilik ustoz ushbu reaksiya mexanizmi qayta o'rganilib, dissertatsiya ishiga qayta o'zgartirib kiritilib qo'ydi. Yana 9 antrasin asetat hosil bo'lishi. Beshinchisi, ustoz bu kamchilikni e'tiborga olaman. Keyingi ishlarda mukammal o'rganamiz ustoz beshinchisiga. Oltinchisi, 120 gradusga ko'tarilganda nitrolash hosilalari ham kuzatiladi. 120 gradusga ko'tarilganda biz shuning uchun faqat 120 gradusda va oz miqdordagi 30% nitrat ishtirokida reaksiyani olib borilgan. Ustoz keyingi ishlarda va shu qilishimizda shu boblarni iloji boricha qisqartirib, kamroq boblarni qilishga harakat qilamiz. Bu kamchilikni inobatga olib, keyingi ishlarda bu ishlarni davom ettiramiz. Rahmat ustoz. Rahmat kattakon. Demak, ikkinchi rasmiy abonent litsenziyasiga to'lab amalga bildirish so'z beriladi. Marhamat. Agar iloji bo'lsa, faqat kamchilik va takliflaringizga to'xtab o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Nuraliyev Shuhrat Baxtiyorovichning antrasin va uning hosilalari asosida biologik faol moddalar olish mavzusidagi 0,014 organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi ixtisosligi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishiga taqriz. Davron Hamidov tomonidan deyarli qilingan ishlar haqida alohida ma'lumot berib o'tildi. Hurmatli raisimiz ham ruxsat berdi, o'shaning uchun faqatgina mana shu taqrizda ko'rsatilgan kamchiliklarga e'tibor berib o'tsak.
Hop, dissertatsiya ishida erishilgan natijalar bilan birga bir qator quyidagi kamchiliklarga e'tibor qaratish lozim deb o'ylayman. Birinchisi, antrasen, 9 antrasen karbon kislota bilan metil spirti ishtirokida nitrifikatsiya reaksiyasida sulfat kislota katalizatori miqdori yoki reaksiya shartlari aniq ko'rsatilmagan. Mexanizmda elektrofil, proton almashinuvi va nitrifikatsiya bosqichlari aniqroq ko'rsatish, reaksiyaning qaysi bosqichida aynan suv chiqishi, shuningdek tizimda kislota, metil spirti, ayniqsa kislorod va vodorod atomlarining elektron almashinuvlari to'liq tahlili berilmagan. Ikkinchisi, dissertatsiyaning 4.2 qismida jarayon modellashtirilgan. Bunda matematik modellashtirishda qo'yiladigan parametrlar, funksiyalar va ularning fizik yoki kimyoviy xossalari, qanday parametrlar modelga kiritilganligi, ularning reaksiya ta'siriga xossasi yoritilmagan. Qo'llanayotgan usullarning chegaralari va aniqligi, nima uchun aynan kam sonli kvadratlar tenglamasi usulidan foydalanilganligi keltirilmagan. Uchinchisi, 4.3 ya'ni matematik qayta ishlash qismida modellar faqat 50-80 gradusda va 5 soatgacha bo'lgan reaksiya davomiyligi oralig'ida qurilgan. Ya'ni bu umumiy hisoblanmaydi, chunki umumiy chegaralardan tashqari ishonchli natija bermaydi. Chunki faqat model cheklangan eksperimentlar, matematik modellar cheklangan eksperimental sharoitlar uchun ishlab chiqiladi va boshqa sharoitlarda endi reaksiya jarayonining o'zgarishi mumkinligini inobatga olinmagan. 3-4 jadvalda qo'shimcha birikmalarning aniq identifikatsiyasi, miqdori va ularning reaksiya selektivligiga qanday ta'sir qilishi bo'yicha ma'lumotlar berilmagan. Jarayon bu esa jarayonni optimallashtirish hamda mexanik xossalarni yoritishda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. 3-5 jadvalda nitrat kislotaning parchalanishi, oraliq moddalar kinetikasi va termodinamikasi bo'yicha tafsilotlar, aynan buni parchalanishi bo'yicha eksperimental dalillar keltirilmagan. Ishda olingan birikmalarni faqat biologik faol moddalar deb ketilgan. U moddalarning aynan qanday biologik faolligi, antibakterialmi, antioksidantmi yoki fotodinamik xossaga egami, ushbu xossalar haqida ma'lumotlar juda ham kam. 7-si, dissertatsiya ishida muallif tomonidan chop etilgan ilmiy maqolalar umumiy holatda 20 ta, 15 ta deyilyapti. Ilmiy maqola hamda ma'ruzalarda tezislarga, maqolalarga havolalar keltirilmagan. 8-si, dissertatsiya ishida avtoreferatda va hamda avtoreferatda bir qator imloviy xatoliklar mavjud. Shuni ta'kidlash lozimki, yuqorida keltirilgan kamchiliklar dissertatsiya ishining mazmuni va mohiyatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Yuqoridagi fikrlarga qaramay xulosa qilish mumkinki, ushbu ilmiy tadqiqot ishi natijasi tar mahsuloti asosida olingan mahalliy biologik faol moddalar, ularning olish texnologiyalari ishlab chiqilgan. Olingan ijobiy dalolatnomalar dissertatsiya ishining ilovasida keltirilgan. Muallif tomonidan bajarilgan tadqiqot ishi yakunlangan ilmiy ish hisoblanadi. Dolzarbligi, nazariy va amaliy ahamiyati, olingan ilmiy natijalarning yangiligi va rasmiylashtirilishi jihatidan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob beradi. Dissertant Nuraliyev Shuhrat Baxtiyorovich o'zi esa 020014 organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi ixtisosligi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Ahmad sud talabgorga beriladi. Ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berdi. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bu ishni ko'rib chiqqaningiz uchun sizga katta minnatdorchilik bildiraman. Faqat kamchiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, ustoz birinchi kamchilikni e'tiborga olaman. Ilmiy seminarda ushbu bosqichda dissertatsiya hajmini olgan holda reaksiya mexanizmi umumiy ko'rinishda yozilish maqsadga muvofiq bo'lishi inobatga olinib, nitrifikatsiya reaksiyasi, elektrofil, proton almashinuvi, shu nitrifikatsiya bosqichlarida qaysi bosqichda aynan suv chiqib ketishi, metil guruhi, ayniqsa kislorod, vodorod atomlarining elektron almashinuvi kabi bosqichlar umumlashtirilishni tavsiya etilganligi uchun biz umumlashtirib yozilgan edi. Ikkinchi kamchilik ustoz, ushbu kamchilikni e'tiborga olaman, keyingi bosqichda ushbu kamchiliklarni ham to'ldiraman. Uchinchi kamchilik ustoz, biz tanlagan matematik model faqat
cheklanganligini hisobga olinmagan ekanmiz. Shuni inobatga olib, keyingi ishlarda ham shu reaksiya mexanizmiga moslab matematik modellarni tanlaymiz ustoz. Buning uchun ham rahmat katta. To'rtinchisi, reaksiya natijasida hosil bo'lgan qo'shni mahsulotlar qanday birikma ekanligini amaliy o'rganmadik, lekin adabiyotlar orqali o'rgandik. Bu ishlarni keyingi bosqichda ham davom ettiramiz ustoz. Beshinchisi, ushbu kamchiliklarni ham inobatga olaman. Ushbu bosqichda nitroksida parchalanishi, oraliq mahsulotlar kinetikasi, termodinamikasi bo'yicha tafsilotlarni biz umumiy qilib, karbon kislota va nitroksid orasidagi reaksiya uchun olganmiz. Keyingi bosqichda ushbu kamchiliklarni inobatga olamiz. Oltinchisi, ustoz ushbu kamchiliklarni inobatga olaman. Keyingi bosqichda antibakteriallik, antioksidantlik yoki fotodinamik xususiyatlarni ham e'tiborga olamiz. Biz faqat parasitlik xususiyatlarini o'rgangan edik. Va 8-inchisi, ustoz dissertatsiyada avtoreferalarda imloviy xatoliklarni keyingi bosqichlarda iloji boricha e'tiborga olib yozishga harakat qilamiz. Ustoz, rahmat. Dissertatsiyani qimmatli vaqtingizni ayamasdan ko'rib chiqqaningiz uchun. So'ralgan bo'lsangiz javob yo'q. Demak, endi munozaraga o'tamiz. So'zga chiquvchilar bor. So'zga chiquvchilar marhamat. Assalomu alaykum. Meetingga hozircha biz kafedramizda birinchi, ikkinchi xonada biz kafedramiz demaymiz. Mana shunaqada ularga o'stirib ta'riflaymiz. Mana shu to'g'risida gapiradigan bo'lsak, har bir kitobda kalkulyatsiya albatta har bir ko'rsatma tahlillar har bitta ko'rsatmaga takladidan keyingi takladi yaxshi langanligini ko'rsatadi. Mana bu graflarni ko'rsatib ishlagan shu xatni oladigan bo'lsak, bugun yaxshi berilgan savollarga javob va dissertatsiyani bayon qilish ham shuhratda o'zini ustida ishlaganini ko'rsatdi. Shu bilan e'tiborga oladigan bo'lsak, shuhrat shu ilmiy darajani olishga loyiq Rahmat suyunish. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Assalomu alaykum. Kengash a'zolari, men oldingi seminardan o'tgan bu ish ham hattoki ekologiya ham bor tomoni bor. Analitikda ham boshqa modellar yaxshi ishadi. Asosan ikkilamchi mahsulot bo'lgan moddalar organik mahsulot olish ustida ish olib boradi. Bu ish uchun ma'lum bir amaliy ahamiyati yuqori bo'lgan ishlar hisoblanadi. Men o'ylaymanki, mana shu antrasen 2 va 9 antrasen, metil antrasenni o'rniga yana boshqa guruhga kiritib, shuni ustida agar yana tadqiq ishlari olib borsa, yana juda ko'p yangi organik kimyoviy yangilik qo'shish mumkin bo'ladi, yangi foydali moddalar olish imkoniyati tug'iladi deb o'ylayman. Va bu olib borgan tadqiqot natijasida anjumanlarda muhokama qilinganligi, yetarli darajada oliy asosiy komissiyasi tomonidan talab qilingan maqola chiqarilganligi va uni ko'rsatib turibdiki, demak bu ish ma'lum darajada ham nazariy ham amaliy ahamiyatga ega ekanligi sezilib turibdi. O'ylaymanki, bu ishni bemalol biza qo'rqmasdan, demak ijobiy baholasak bo'ladi degan umiddaman. Masalan, ham shunga ishonamiz. Rahmat. Rahmat. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Yetarlimancha. Chunki hali ikkinchidan ham o'ynaydim deydi. Ikkinchi qilmayamiz. Hozir keyingi qiladigan ishimiz hisob komissiyasini tanlab olishimiz kerak. Kimda qanday takliflar bor? O'zimizda bor. Bu yerga tashlab berishdi taklifi. Demak, birinchi Palmanov Asqar Bosimovich yoshlar ishlashsin deyishdi. Yusupova Lola Azimovna hamda Yo'ldoshev Muhabbat To'zaqberdiyevna. Agar hozir tasvir bo'lmasanglar, loyiha hammaga tarqatilgan va tasnifiy belgilanib bo'lib chiqsak. Ma'qulmi? Hammaga tarqatilgan xulosa loyihasi. Kimda qanaqa takliflar bor?
Demek, asos sifatida qabul qilish ichida qo'shimchalar bo'lsa, yozma ravishda ilmiy tadqiqot berishi mumkin. Kim bu taklifga rozi bo'lsa, marhamat olib berishiniz. Rahmat. Shafirlar, besalatlar. Yo'q, birozni qabul qilindi. Tasnifiy belgilarga o'tsak, tasnifiy belgilarni biz standart qilib tanlab olganmiz. Lekin qaysi standartligini e'tibor bermaysiz. Qarang, dissertatsiya natijalarining xususiyatlari 1-2. Dissertatsiya natijalari yangilik darajasi 2-1. Dissertatsiya natijalarining qiymati 3-2. Dissertatsiya mavzusini rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi 4-2. 5-inchisi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalarining qay miqyosida foydalanishi 5-2 va 6-inchisi 6-1. Agar shu tasnifiy belgilarga rozi bo'lsanglar, marhamat olib beringlar. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q, birozni qabul qilindi. Endi hisob komissiyasini poylaymiz ishni.
Men valla doktor Fayfiye Yoldaşov Muhabbat Ozok Bildiğine'ge. Assalomu alaykum yana bir marta. Hisob komissiyasi a'zolari Tosheva Yusupova Farmonov. Demak, hisob komissiyasining byulleten tarqatilgan byulletenlarni sanash natijasida shu narsamiz bo'ldi. Tarafdorlar 15 ta 100%, qarshilar yo'q, buzilgan byulletenlar yo'q. Rahmat hammasi. Rahmat. Hisob komissiyani byulletenini tasdiqlab olishimiz kerak. Kim rozi bo'lsa, marhamat rozi bo'lishini so'raymiz. Tasdiqlar betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Endi men o'zimning nomimdan, ilmiy kengash a'zolari nomidan biza bugungi talabgorimizni bugungi himoya bilan tabriklayman. Siz bugun уже PhD bo'ldingiz. Bugungi chislodan boshlab sizga yakunlovchi so'z berasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Kengash a'zolari. Shunchalik sizga Namangandan kelibdi deb chekkaga surmasdan bag'rini ochgan Milliy universitetga, kimyo fakultetiga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Nurmonov Usmonqul, Qodirov Orifjon ustozlariga biz uchun yaratib bergan sharoitlar uchun cheksiz minnatdorchilik bildiraman va bundan tashqari bizga yo'l yo'riq ko'rsatgan Namangan davlat texnika universiteti professor o'qituvchilariga ham cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Bu yo'lda shu kungacha shu muvaffaqiyatlarga erishishimga eng katta hissa qo'shgan oila a'zolarimga, ota-onalarimga, qarindosh urug'larimga, aka-ukalarimga ham cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Ular bo'lmaganda shu darajaga yetmas edik. Va ayniqsa dadamni o'rnilari katta. Ular shu yo'llarga chetlab ketdi.